Qani, bismillah. Assalomu alaykum hurmatli YouTube tomoshabinlari. Sizlar bilan men Ziyovuddin Ahmadjonov. Siz YouTube'dagi Ahmad Bobo Uz kanalini tomosha qilmoqdasiz. Xo'p, do'stlar, biz yana o'sha o'zimizni molxonadamiz. Bugungi video roligimiz shundan iborat bo'ladiki, xo'p, mollarimizga mana ko'rishingiz mumkin. Men o'yladim, bizga mana molxonamga kelmadi. O'tib ketdi deb o'ylagan edim. Adashgan ekanman. Yashur kasalligi, ya'ni oqsil, shalaq, hamma har xil nomlaydi. Har joyda har xil nomi bor. Shu kasallik molxonaga yetib keldi bizga ham. Birinchi o'rinda mana shu o'rtadagi mana navosimizga yetib keldi. Mana buni kayfiyati ancha yo'q. Kayfiyati tushib ketgan. Yemini deyarli yemayapti. Mana Golshteynimiz bo'lsa, bunga hali hech nima sezilmadi. Buni yemagan nushqutini bunga surib qo'ysam, bu bitta qo'ymay yeb tashlayapti. Uni yonidagi Qirg'iziston paroda novosimiz ham nima desa bo'ladi, unga ham yengil yuqqan. Endi bularga qanday dori-darmon ukar qilinyapti, shu haqida video rolik qilib kanalga joylashga harakat qilyapman. Mana novosi ko'rishingiz mumkin. Oyoqlarini orasini ham hozir ko'rsataman. Oyoqlarini orasida ham boshlandi. Mana shu joyda margan sopkada yuvib tashab, margan sopkada yuvib turibman. Hozir sizlarga ko'rsatib o'taman qanaqangi dorilardan foydalanyapman. Shu haqida video rolik qilib kanalga joylab qo'yay deb shu maqsadda video rolik tayyorlayapman. Xo'p, do'stlar, bugun hafta kuniga payshanba 2026-yil Ramazon oyining so'nggi kuni hisoblanadi. Bugun ro'zani eng oxirgi kunini tutyapmiz. Barchanglarga mana kirib kelayotgan bugun arafa hisoblanadi. Arafa muborak bo'lsin. Ertaga hayit. Hammanglarni hayit ayyomi bilan tabriklab qolaman. Fursatdan foydalanib. Endi mavzuga qaytadigan bo'lsak, akalar, ukalar, molxonamizga yetib keldi yashur kasalligi, oqsil. Endi men YouTube'da juda ko'p videolarni ko'rib chiqdim. Bu videolarning orasida o'zimizni mana shu Namangan tumani bizni qishloqdagi Fozil Uz kanalida qo'yishgan elemental oral degan dori, o'shani spreysi bor ekan, dorisi bilan spreysi, ashini olishi menga maslahat berishdi. Kim maslahat berdi desangiz, mana amakim juda ko'p mol boqadigan. O'sha amakim o'zi aytdi, effekt o'ta zo'r. Shuni olib qilsang, o'shanda foyda bo'ladi senga deb aytdi. Shundan keyin mana borib olib keldim. Mana ko'rishingiz mumkin, elemental aral. Bu suyuqlik ekan. Bu suyuqlikka 10 gramlik shpritsda mana ash kasal bo'lgan molga mana 10 gram olib piyalaga ozgina suv quyib, mana shu og'zimizni piyala. Endi 20 gram, 30 gram, 40 gram, xullas shu mana shu nimadan, elementar araldan mana eritmadan 10 gram shpritsda tortib olib, mana piyalaga qo'shib o'sha suvga keyin mollarga, buqalarga ichkizish kerak ekan. Hozir mana uni kasali juda qattiq bo'lyapti. Mana shunga 10 gramdan hozir boshladim, yaqinda bilan ichkizdim dorisini. 10 gramdan o'sha ozgina suvga qo'shib ichkizdim. Menga o'shani tavsiya qilishdi. Endi effektini ko'ramiz sizlar bilan birga. 10 gramdan ichkizdim. Men uni o'ziga 10 gram ichkizdim. Bularda hali alomati deyarli sezilgani yo'q. Monda ham bor.
lekin uncha kuchli emas. Bunga ham har ehtimolga qarshi ichkizib qo'ydim. Mana o'ta kuchli bilinmagan novvoslarga 5 grammdan ichkizish kerak ekan. Hozirgi ko'rsatgan suyuqligimdan sovuq suvga aralashtirib katta shpris olsangiz 20 grammlik, o'sha shprisda molni og'ziga quyib ichkizib yuborar ekansiz. O'shanda effekti yaxshi bo'lar ekan. Shuni maslahat berishdi. Hozircha shu tarzda davolashga harakat qilib turibmiz. Keyin yana qo'shimcha qilib aytishdi. Mana spreyni ham ko'rsatay. Elemental aval degan o'sha Fozil aka YouTube'ga olib chiqaruvdilar, yaqinda ko'rdim mana. Keyin amakim ham shuni aytgan edilar, tavsiya qilgan edilar. Shu dori spreylarni olib keldim. Agar keyin yana men nomerini berishdi, amakim berdilar o'sha elementar aralli nomerini. O'sha nomerga telefon qilib so'radim. Ular aytishdiki, mabodo agar mollarda og'riq bo'layotgan bo'ladi, baribir deyishdi. O'sha og'riq bo'ladi. Og'riqqa Bolnol yoki shunga o'xshagan og'riq qoldiruvchi dori berish kerak. 100 kilogramm molga bitta tabletka, odamning o'sha ichadigan tabletkasi bor-ku, og'riq qoldiruvchi. Ashlardan ichkisangiz ular 100 kilogrammga bitta tabletka hisoblanadi. Primerno bu novvosimiz 350 kilo atrofida chiqadi. 350 kilo chiqsa, bunga o'sha 3,5 ta 4 ta odamga beriladigan og'riq qoldiruvchi doridan berish kerak bo'lar ekan. Men bunga 3 ta berdim bugun. Hozir endi boshlanishiga. Shu tarzda endi davolashga harakat qilamiz. Men o'yladimki, bizni molxonaga kelmadi, men mollarim, novvoslarim bo'lmadi deb o'ylagan edim. Mana ko'rishingiz mumkin, shalaqa o'qiyotibdi. Afsus, adashgan ekanman. Endi nima desa bo'ladi? Bu ham ko'pchilikka kelgan bir kasallikda, dard. Men o'zimcha o'yladim, o'tib ketdi hammasi deb o'ylagandim, xato o'ylabman. Mana shu dorilarni olib keldim. Vet aptekada bular bor ekan. Menga buni reklama qilib yoki nima desa bo'ladi, buni tavsiya qilishdan bir naf yo'q. Men o'sha effekti bor deyishgani uchun, amakim aytgani uchun olib keldim. Qo'llab ko'rganman mollarga. Hozir orqa tomondan ham o'tib ko'rsataman tuyoqlarini. Mana novvosimiz tuyog'ini orasi ham chataq bo'lishni boshlagan. Hozir orqa tomoniga o'tamiz. Tashqarida havo chiroyli. Mana o'lkamizda bahor. Ertaga 20-mart, bugun 19-mart, payshanba hafta kuniga, ertaga 20-mart hayit ayyomi barchangizga muborak bo'lsin. Undan keyin 21-mart Navro'z ayyom hisoblanadi. Navro'z, hayit, barcha bayramlar bilan hammangizni tabriklayman chin qalbimdan. Hammangizga omad yor bo'lishini Xudodan tilab qolamiz. Bizni chorvamizga ham Allohning o'zi shifo bersin. Mana shu tavsiya qilishgan dorilari orqali sababchi shular tuzalib ketishini Xudodan so'rab qolamiz. Effekt bo'ladi degan umiddaman, chunki amakim meni aldamaydi. Mana tuyoqni ko'rishingiz mumkin. Orasi o'sha qonashni boshlagan buni. Lekin bu novvosimiz o'ta sho'x ekan. Buni ushlab, tumshug'ini, og'zini ochib, buni og'zidan quyish o'ta menga qiyin bo'ldi, qiyinchilik tug'dirdi. Boshqalariniki uncha qiyin bo'lmadi. Mana shu novvosimiz o'ta ham dikki ekan, sho'x ekan. Shu tarzda mana kasal bo'lib olishdi novvoslar. Bularni oyog'iga margan so'pka suv tayyorlab, margan so'pka bilan yuvdim hammasini, o'shanga tagiga xo'l. Mana bu novvosimiz yotishini ham bilmay, turishini ham bilmay, yotsa turolmay, tursa yotolmay qiynalyapti. Oyog'i juda qattiq azob beryapti. Oyog'ini hozir ko'rsatishga harakat qilaman.
mana oqarib, mana ko'rinayotgan bo'lsa sizlarga oyog'ida boshlanyapti. Buni ishtahasi pasayib ketdi. O'ta ishtahasi zo'r edi buni. Lekin ishtahasi pasayib ketdi. Yemay qo'ydi. O'shandan men bilib qoldim. Keyin oyog'ini orasini ham ko'rdinglar. Alomatlari boshlandi. Kechadan sezib, kechadan bildim. Kecha kechqurungi ozuqasini oldiga yemi bilan birga tashab ketsam, ertalab turib kelsam, oxirida umuman yem qolmagan bo'lar edi. Kelib qarasam, ertalab deyarli uni yemi o'shanday turibdi ekan. Keyin o'yladim, ha, buni kasali boshlandi. Kasal molxonaga yetib kelibdi deb o'yladim. Keyin shu amakimga telefon qildim, mana shunaqa bo'lyapti desam, o'sha Fozil aka, Foziluz YouTube'ga olib chiqqan dori deymizda, endi dori bilan o'sha spreyni aytdilar mana. Shularni olib keldik. Endi Xudo xolasa effektini ko'ramizda. Hammanglarga omad yor bo'lsa, hammangni hayit ayyominglar bilan tabriklayman. Bir bor yaxshi o'tkazinglar hayitlarni. Endi keyingi videolarda Xudo xolasa mollarni anaqa kasali tuzaldi, tuzalmadi, effekt bor yo'q, meni mollarimga ta'sir qildi, qilmadi. Shu haqida bo'ladi. Hozircha qisqacha shu qo'ldan kelganicha albatta yoritib o'tdik deb o'ylayman. Shitma esimdan chiqib qolmadi. O'sha spreyni olib keldim. Og'rig'iga bolnol ichizasan deyishdi. Keyin shu yana kalsiy, kalsiy bilan kalsiy degan anaqasi bor ekan, o'sha elementar arallar. O'shani olib kelib yemiga qo'shib berasan deyishdi. Uni ham qilib olib kelib beraman. Anaqa baliq qovurilgandagi yog'dan ham 100 grammmi, 150 gram qo'shib yemiga aralashtirib berasan deyishdi. Endi shularni olib kelib berib davolashga harakat qilamiz. Novoslar yaxshi ketayotgan edi, endi to'xtasa kerak menimcha. Bu yemimiz o'sha kanalda bor, ko'rishgan. 2 mahalga rejimda boqiladi. Ertalab kechqurun qaraladi. Ertalab kechqurun 2 mahal qaraladi, bo'ldi. Shu tarzda boqilyapti. Ularni kanalga qo'yganman. Kimga qiziq bo'lsa o'tib kirib kanaldagi videolardan ko'rishingiz mumkin. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammanglarga yana bir bor Arafa kuningni, kelayotgan hayit bayramlar, Navro'z ayyom hammasi bilan tabriklayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammani chorvasiga Alloh baraka bersin. Hammani chorvasida bunaqa kasallar bo'lmasligini Xudoning o'zidan so'rab qolamiz. Sog' bo'linglar.